Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xalq tabobat assotsiatsiyasi a'zosi Samat Otamurodman. Bugun mana shu tumor haqida gaplashamiz. Bu nimaga foyda? Avvalambor mana ko'p insonlar Wi-Fi yoqamiz telefonda yoki Wi-Fi bor har bitta xonadonda. Keyin routerlar bor hamda hammada internet telefon bor. Mana shu telefondan chiqayotgan nurlarda hamda mashinada antiradar bor, yo'llarda radar bor. Mana shu elektromobildan chiqayotgan nurlarda hammasini ko'rib chiqamiz. Ko'p insonlar keladi, men deydi Toshkentga borganimcha charchab qolyapman yo'lda. Qanaqa mashina haydaysiz desam, Li-9 yoki elektromobil bu. Lanch holsiz ko'nglim aynib ketadi, boshim og'rib qoladi deydi. Bir xil bemorlar keladi, uyda ko'p o'tirsam mana bo'laman deydi. Kechasi uxlolmayman deydi. Davleniyam ko'tarilib ketadi, ya saharim oshib ketadi, ya davleniyam tushib ketadi deydi. Uyqu yo'qolib qoladi deydi. Ko'p insonlar nima bo'ladi? Shu qo'lim og'rib qoladi, nimagadir deydi. Bu hammasi telefondan chiqayotgan J4 nuri, J4 chiqadi. Bu nurlar hammasi bizga sog'lig'imizga ziyon. Odamda agar siz telefonda internetni yoqib qo'yib biron bir yukni ko'tarib turgan bo'lsangiz, ko'tara olmaysiz, tushib ketadi, qarshilik qila olmaysiz. Ko'tarishga ham kuchingiz qolmaydi, chunki 70%, 50% juda katta ta'sir qiladi telefon nuri. Aslida bu nurlar nima qiladi bizda? Bizda energiya balansimizni tushirib tashlaydi. Ertalabdan kechgacha internetda o'tiramiz yoki elektromobil haydaymiz yoki Wi-Fi bor xonada o'tiramiz yo router bor xonada yo kompyuterning oldida o'tiramiz. Biz o'sha nurda ichida yashayapmiz hozir. Ko'zga ko'rinmaydigan nurlar. Bular qonni quyuqlashtirib tashlaydi. Misol uchun domda yashasangiz, siz 3-etajda yashaysiz, kechqurun yotsangiz uyqu kelmay qoladi. Nimaga kelmay qoladi? Chunki siz telefoningiz yoniq, Wi-Fi yoniq, postoyanno uyingizda har bittada Wi-Fi bor. Bitta domni oladigan bo'lsak, nechta 10 tadan 30 ta xo'jalik deylik, 30 ta xo'jalikda 30 ta Wi-Fi bor. Har bitta uyda 5 tadan o'qisak, 150 ta telefon bor, Wi-Fi ulangan unga. Mana shu domning ichida nurda, katta nurda ichida uxlab yotamiz biz, bilmaymiz bu narsani. Keyin kechqurun telefonni o'chirsak, Wi-Fi baribir yoniq bo'ladi. Yevropada Wi-Fi'ni o'sha 4 ta 5 ta devorlar ichiga bitta xona qilib, seft ichiga qo'yadi. O'sha yerda Wi-Fi yoqadi, kechqurun kerak bo'lmasa o'chirib qo'yadi. Bizlar Wi-Fi tagida yotamiz, hamda telefonni quchoqlab yotamiz, yostiq tagiga qo'yib. Undan kelayotgan nurlar, J4 nurlar o'zi nima qiladi odam? Qonni quyuqlashtirib tashlaydi. Odam lanch bo'ladi, energiya balansi tushib ketadi, sahar oshishi mumkin, ertaga davleniya chiqib ketishi, davleniya tushib ketishi mumkin. Erkaklarda jinsiy zaiflik bo'lishi mumkin, ayollarda kista, miyoma, mana shunaqa kasalliklarni olib keladi, rak kasalliklari. O'shaning uchun telefonni kechqurun Wi-Fi'ni o'chirib qo'yish kerakda, samolyot rejimiga qo'yib yotadigan joyingizda nari xonaga 5 metr uzoqqa qo'yib qo'yish kerak. Uyda Wi-Fi bo'lsa, Wi-Fi'ni ham o'chirib qo'yinglar. Keyin ko'p insonlar G5 ni qo'shib oladi telefonda. G4 turadi o'zi aslida. Standart, davlat standartida G4 ga hozir oxir pokoleniya telefonlar G5 bo'lib ketyapti. G5 yoqib qo'yadi. G5 yoqib qo'ysangiz battar kasal bo'laverasiz. O'sha hamma kasallik o'shanda. Misol uchun mana bozorga borsangiz, boshqa borsangiz, odam ko'p joyda magazin, shovqin bor, charchab qoladi odamlar. U G5 yomon narsa. G5 shu agar bir qo'shdi, mana koronavirus 2019 boshlaganda G5 qo'ysa hamma koronavirus bo'ldi. Hozirgi kunda tepadan G5 Sputnikdan qo'shilgan. Agar G5 qo'ysa, yana odamlar koronavirusga qaytadi. Eski holatga qaytadi. Qon quyuqlashib ketadi, sog'lig'ida o'pkadan ketadi, boshdan ketadi, chunki bu nurlar odamni texnikni o'ldiradi bular hammasi. O'shaning uchun telefonda G5 ni o'chirib qo'yinglar. Internet yaxshi ishlash uchun bir ispitaniya qilgan uchun G5 yoqdi. G5 dan keyin nima koronavirus boshlandi. O'pkani g'ala-g'ala burqib tashlaydi, qon quyuqlashib ketadi. Odamni sog'lig'iga juda katta ta'siri bor. Endi har bitta zamon o'zgarishi sayin internet, zamonaviy telefonlar zamoni, texnikalar zamoni o'zgartirish uchun bir qo'shib ko'rdi 2019 oxiri. Mana shu paytda odamlar qanday bo'ldi? Pandemiya qayerdan keldi? Mana shu G5 ni qo'shgandan keyin
qaradiki, misol uchun sizda G5 yoniq, menda G5 to'lqin ishlatadigan bo'lsak, ikkalamiz o'rtamizda gaplashayotgan nurdan qush uchib ketsa o'ladi. Qush uchib ketsa ko'tarolmaydi o'sha nurda. O'shaning uchun bizga davlat standarti odamga ziyoni bo'lsa ham shu G4 qoldirdi. Birinchi oddiy telefon chiqqanda G1 chiqdi, 3300 Nokialar chiqdi, keyin Svetnoy chiqdi, G2 chiqdi. Asosan o'shanda ham pandemiya cho'chqa kasalliklari tarqalib ancha joyda kasallik rivojlanib ketdi. Keyin G3 chiqdi asosan, keyin G4 keldi. Endi G5 qo'yish, G5 bo'lmaydi. Mana shu G4 da yoniq bo'lishi kerak. Endi telefondan chiqayotgan nurni antiradar bor mashinada, Jigulida ham, Inomarkada ham hammada antiradar bor. Ular ham G4 bilan ishlaydi. Bir radarlar bor. Radarlar ham G4 bilan ishlaydi. Mana bu bitta svetoforga borsangiz 4 ta, 5 ta, 8 ta, bir Toshkentdan Jizzaxgacha borsangiz bir 250 ta radar bor. Ular ham G4 bilan ishlaydi. O'shaning uchun rolda yurgan erkaklar ko'proq charchoq bo'ladi, jinsi zaif bo'ladi. Faqat bu elektromobilda o'zida emas, elektromobilda o'zida 360 gradus G4 bo'ladi. Avtopilotni qo'shib qo'ysangiz, mashina xavfsizligini saqlash uchun 360 gradus nur tarqatadi hamda nur yig'ib oladi. Siz uni ichida o'tirganingizdan keyin odamda energiya balansi tushib ketadi. O'shaning uchun odam holsiz, charchoq, bosh og'riq, jinsiy zaiflik mana shu narsalar bo'ladi ko'pincha. Endi yaqinda bir inson aytdi, men Toshkentga borsam charchab qolyapman, nima qilsam bo'ladi aka deyapti. Mana shu bitta tumorni olasiz dedim. Bo'ldi dedim. Mana shuni taqqasida dedim, borib keling dedim Toshkentga dedim. Qanaqa mashina haydaysiz desam, Li9 haydayman dedi. Oynasi birani plyonka qilingan, zashni qilingan. 8 ta devor, 10 ta devordan o'tayotgan nur bitta 2 mm yo 3 mm oynadan o'tmaydi. Undan ham o'tib ketadi baribir. Bu to'lqin mashinada nimada bo'ladi? Kurs kontrol, oldiga adaptatsionniy, distansionniy sistemasi bor. Mashina tezlik kelsa, oldida mashinaga odam chiqib, xavfsizlik uchun nur otib, nur qaytarib ketadi. O'sha ham avtopilotga qo'shib qo'ysa keyin bular 360 gradus nuri. O'shanda odam charchab qoladi. U elektromobilmi, u oddiy mashinami? Undan tashqari bizlar nima antiradar qo'yib olganmiz. Har bitta mashinada bor radarga tushmaslik. Undan tashqari radarlar bor. Har bitta svetoforda 5 ta, 8 ta, 9, 10 tagacha video kamera bor. Video kamera bor, radar bor. Bularda o'tayotgan nuri insonga juda katta ta'sir qiladi. Biz ko'zimizga ko'rinmaydi. Mana domni ham yashasak, ko'p insonlar keladi, davleniyam oshib ketsa, sahro domni uxlolmayapman deydi. Qayerda yashaysa, bir qishloqda ham bir mehmonga kelganman deydi. Mehmonga kelgan bo'lsangiz, dom misol uchun 5 etaj deylik, 10 ta xo'jalikdan 30 ta xo'jalik. Siz 3-etajda yashayapsiz. 3-etajda yashasangiz, har bitta domda nima bo'lyapti? 30 ta xo'jalikda 30 ta Wi-Fi bor. Bitta xo'jalikda 5 ta telefon bor. Bitta Wi-Fi tarqagan nur 5 ta telefonga yetadi, undan tashqari ko'piga ham yetadi. Siz 3-etajda kechqurun uyqungiz kelmasa, antennani o'chirib qo'yish kerak. Internetni o'chirish kerak. Telefonni samolot rejimiga qo'yib qo'yish kerak. 5-10 metr uzoqqa qo'yib qo'yishimiz kerak. Keyin uyda Wi-Fi'ni o'chirib qo'yishimiz kerak. O'shanda uyqu yaxshi bo'ladi. Agar siz 3-etajda yashasiz, siz o'chirib qo'yib yotyapsizmi, sizda pastida 2-etajdan chiqayotgan nur hayotda o'chirmaydi. O'ng tomonda chiqayotgan oila ular ham o'chirmaydi. Chap tomonda tepada shu 360 gradusda o'tirgan oila bu narsani bilmaydi, o'chirmaydi. O'shaning uchun ertalab tursangiz lanch holatda, uyqu to'ymagan holatda bo'ladi yoki davleniya ko'tarib ketgan, tushib ketgan, mana shunaqa narsa, qon quyuqlashib ketgan, asabiy stress mana shu narsa ko'payib ketadi. O'shaning uchun bu videoni qildim. Iloji boricha kechqurun yotganda domda yotasizmi, qishloqda yotasizmi, dachada yotasizmi, farqi yo'q, tog'da yotasizmi, telefonni o'chirib qo'yish kerak. Agar siz o'ta muhim odam bo'lmasangiz, telefonni o'chirib, samolot rejimiga qo'yib qo'yish kerak. O'shanda antenna qidirishdan to'xtaydi telefon. Telefonni uzoqroq qo'yib yotish kerak. O'shanda odam normal uxlaydi. O'shaning uchun bizning gormonlarimiz o'zgarib ketadi-da, ertadan keyin jinsi zaif bo'lib, nima bo'ladi? Testosteron tushib ketadi. O'shaning uchun bosh og'rig'i, har xil kasalliklarni olib keladi. Bu tumor
o'sha kompyuterdan chiqayotgan, telefondan chiqayotgan nurlarni juda effektivni qaytaradi hamda odam bodri bo'ladi. Ham negativni polajendan ham chiqib ketadi. Ko'p insonlar energiya balansi yo'q, negativ holatda hamma narsada nolaveradi. O'shanaqa insonlarga ham juda ham yaxshi bu. Nastroyeniyangizni yaxshilaydi, tashqi nurdan himoya qiladi, sizni bodri qiladi. Buni ertalab taqasiz, kechqurun yechib qo'yasiz. Taqqanda ham yotganda ham taqib yotsa bo'ladi, 1-4 soatdan keyin uyqu to'yib qolasiz. O'shaning uchun yechib qo'yish kerakda, bir xolodilnikka qo'yib qo'ysangiz, ertasiga yana olib turib ozroq issiq holatda, tana holatda kelgandan keyin taqib ketsangiz bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.